tomonidan yugurib kelayotgan ekan, buni ko'ryapsizlarmi? Pismiq yopamiz akalar. Tabiiy akalar Evildan chovib keladi akalar. No tomonidan mana akalar Evildan keldi. Voy akalar buni yugurishini ko'ryapsizlarmi? Ha do'stlar, Evildan maktabdan hard rejimda surib bordik akalar. Sursam bunchalik xursand bo'laman deb o'ylayman. Salom do'stlar, Odilxonda kanalga xush kelibsizlar. Va do'stlar, bugun biz sizlar bilan birgalikda Evildan degan o'yinda hard rejimda deb yutishga harakat qilamiz. Agar do'stlar video chamiz yo'q ekan, bitta like va do'stlar obuna tugmasini bosib qo'yinglar. Bu o'yinda qanday bo'ladi degan birodarlarimiz uchun bu o'yinda bitta Yovuz Rohib opa bo'ladi. Va do'stlar, aynan biz shu Rohib opani maktabidan qochishimiz kerak. Mana do'stlar, bizni birinchi kunimizdan boshlanyapti. O'yin juda ham qiyin bo'ladi. Mana birinchi akalar do'stga nimalardir yozib yotibdi. Umrimda do'stga buncha narsa yozmaganman. O'zi do'stga chiqamisan deb so'raylar. Mayli akalar, eshikni ochamiz. Mana yerda temir to'lamiz. Yaxshi akalar, bu eshikni ham ochamiz. Eshik ichidan o'tib bo'lmaskan. Endi akalar, mana eshikni ochib hozir buni uni tashlasak, Evildan do'stlar hozir qaysidir tomondan kelish kerak do'stlar. Buni ovoziga kelishi bilan akalar biz ham naborotiga suramiz. Qayerdan kelishini bilmayman. Chapdan ham kelishi mumkin akalar, o'ngdan ham kelishi mumkin. Shuning uchun do'stlar ikki tomonga ham qarayapman. Cho'ta kelmayapti akalar. Ana Evildan qulog'i og'ir bo'lganmi deymanda, yana bitta tashaylik akalar. O'sha akalarning tomonidan yugurib kelayotgan ekan, buni ko'ryapsizlarmi? Pismiq yopamiz akalar. Tabiiy akalar endi buni tomondan suramiz. Xaritda turibdi, bu eshikni och. Qaytarib o'qib qo'yamiz. Do'stlar, Evildan nechidir sekund bo'lsa ham ushlab turadi. Nima bo'lsa ham iziga qaytgan bo'lmasin. Yaxshi akalar, iziga ham qaytmabdi. Bu eshikni ham yo'q qo'yamiz. Menimcha do'stlar, Evildan unutdi deb o'ylayman. Bundan foydalanib akalar biz ikkinchi etajiga chiqamiz. Aynan mana shu yoqdan tirilib kelgan. Ko'ryapsizlarmi? Eshikni ham yo'q qo'yay. Ko'ryapsizlarmi akalar, Evildan eshikni ochgandan bildimda. Endi akalar mana bu yerda tekshiramiz. Mana shu yerda akalar kabel bo'lishi kerak. Bu kabel yordamida tub tishga tushiramiz. Mana akalar kabelni ham topdik. Yaxshi akalar, Evildan kelgan bo'lmasin akalar. Nima bo'lsa ham qo'lib ketadi. Yaxshi akalar, kemat uni qo'yamiz. Mana akalar tub ishga tushdi. Endi mana bu yerda tekshiramiz. Yo'q akalar, bu yerda hech narsa yo'q. Juda kelyaptimi deymanda. Mana bu yerda pul bor ekan akalar. Pulni olib qo'yamiz. Har ehtimolga qarshi aytib bo'lmaydi akalar. Pul kerak bo'lib qolishi mumkin. Rasmni tushirsak, hozir Evildan chovib keladi akalar. No tomondan mana akalar Evildan keldi. Voy akalar buni yugurishini ko'ryapsizlarmi? Sal qoldi akalar tutishga, eshikni yopirishga. Yaxshi akalar qutuldik. Cho'ta kelmayaptimi deymanda akalar. Akalar yaxshi Evildan kelmayapti, o'zi chiqmabdi akalar no tomondan. Yo'q akalar, chiqmagan. Nima bo'lsa ham akalar meni unutib yuborsin-da. O'sha akalar birdaniga to'k borligidan foydalanib uni ishga tushirib ketamiz. Nima bo'lsa ham Evildan akalar eshitib ovozga kelmasa bo'ldi. Keyin akalar bu tomondan kelmayapti, mana yerda ko'ramiz. Yaxshi akalar, mana shu yerda aynan shifrtga mana shu yerda turgan ekan. Nima bo'lsa mana Evildan kelib qolmasin akalar, biz hozir ish qilayotgan paytimiz. Yaxshi akalar, hozircha Evildan ko'rinmayapti. Mana bu yerdan o'shamiz. Tezlik bilan yana akalar stolchikning ustiga chiqib, tipani do'stlar urib tushiramiz va do'stlar, bu yerda bitta temir quticha bor. O'sha qutichaning ichida do'stlar maktabni kaliti bor. Qani birochka ol. Hozir ovoziga do'stlar Evildan chovib keladi. Agar eshikdan kirsa, riski derazadan oshamiz do'stlar, qochamiz. Lekin hozir do'stlar tepadan tushmagan deb o'ylayman, yana ham bilmam. Cho'ta nimagadir kelmayapti akalar. Evildan bagan bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Baribir akalar sekinlik bilan hamma tomonga qaraymiz. Bu yoqda yo'q. Shu tepadami deb o'ylayapman akalar. Shu tepada qolib ketdi chunki Evildan yo'q akalar, tepada ko'rinmayapti. Akalar mana eshik ochilmagan-ku, demak eshikning narigi tomonda bo'lsa kerak. Bilmam, och birochka. Akalar davay buni o'tvoramiz pastga, bu sinadongacha rasmni tushiramiz. Chunki akalar Evildan pastga tushmasligi kerak. Damni uni ovozini eshitib, nima bo'lsa ham Evildan tepaga kelgan bo'lsin. Yaxshi akalar. Evildan yo'q ekan, do'stlar qochish kalitini olamiz. Menimcha tepada yurgan bo'lsa kerak. Nima bo'lsa ham yo'limdan chiqmasin. Mana shu yoqda ham ko'ramiz, bu yoqda yo'q. Menimcha akalar shu tepaga ketgan barba akalar mana yo'llarga ham bitta qaraymiz. Bo'ldi akalar, mana Evildan yo'q. Tabii birochki qayergadir yurgandir akalar Evildan ham. Mana do'stlar, Evildanni maktabdan hard rejimda surib bordik akalar. Sursam bunchalik xursand bo'laman deb o'ylamadim. Agar do'stlar qocholmaganimizda bizga nuqob kiygizardi. Do'stlar, Evildanni boshqa qochish yo'llaridan ham qochishni hammasini bilaman. Agar do'stlar kommentda bomba qo'yarsalar, keyin do'stlar like'larni ham ko'p postsalang, albatta qochish yo'llaridan ham qochamiz.